Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidaman. Demak, o'tgan safargi videomda sizlarga aytdim. Tomchilatib sug'orish tizimiga barib o'tamiz degan post qo'ygandim. Endi bugun aynan shu narsani ko'rsatmoqchiman. Demak, e'tibor berasizlar. Mana bu o'sha maqtaydigan kompensiriruющий degan shilangimiz mana shu bo'ladi. Shilangimizda men uzr shilangilar shu bo'ladi. Gilossi deylik. Hozir video tushuntirish qilaman. Mana shu odam birinchi tomchida boshlanadi. 2 litr tushsa, oxirigacha 2 litr tushadi. Shohruh akam o'zi ham kelyapti. Shohruh aka nima deysiz? Kompensiriruющий haqida o'z fikringizni ayting. Shu nima 2 litr bir xil tomatda foydasi nimalarni bir tekis o'stiradi, bir tekis daraxtni boshqaradi-da. Demak, oddiy shilangga qaraganda buni foydali tomoni. Ya'ni biz endi maqsadimiz endi odamlarga to'g'ri narsani yetkazib berishimiz. O'zingiz tushuntiring qanaqa mana oddiy shilang birak chiqaveradi-da. 3-4 suvdan keyin biraklashaveradi. Bir joyi ko'p tomib qoladi, bir joyi tommay qoladi, bir joyi juda kam tomadi. Qayerda davleniya ko'p bo'lsa, shu yerda ko'p tomadi. Shu tupkin daraxtlar bir yeri ko'p o'sib ketadi, bir yeri o'smaydi, bir yeri qurab qoladi, ana shunaqa bo'ladi. Muammo ketida muammo chiqaraveradi. U shilang sotqichlar hammasi zo'r u yoq bu yoq deb va'dani beraveradi, lekin hammaga bu yoqqa praktikaga kelganda muammo ketida muammo chiqaveradi. Kompensiriruющийni ham O'zbekistondagi bo'lmaydi. Chetdiki. Endi qarang, og'zim kuydi-da. Tepa uzoqlik bilan masalan baland past balandlik haqida ham qisqa tushuntirish qiling. O'zi praktikangizda o'tayotgan narsani aytishingiz kerak. Masalan, men tushunaman u narsani. Endi kimlardir tushunadi. Endi hamma ko'radi. 100 metrda uzunligi misol 100 metr. 100 metrga 1 metr kulon. Nishobligi 1 metr. Pastligi, balandligi. Pastligi 1 metr. Bir xil tomadi. Nimada har tomizgichida 2 litrdan bir xil tomadi. Shu agar u nimada o'ynab ketadi. Mana yerda misol uchun xo'sh, bosh tomonda davleniya ko'p bo'lsa 2 litr 600-800 gram tomsa, o'rtada 1-800, 1,5 litr tomadi. Oxiriga borib suv taqalgani uchun davleniya baland bo'ladidan u yoq 3 litr ham tomaveradi-da. Oddiyda. Demak, pastlikda mana tushuntirish qilaman, qo'shimcha qilaman. Pastlik tomonda davleniya bu yoqdan ko'p bo'lgani hisobiga pastdagi daraxtlar ko'proq suv ichib demoqchisiz. Ha, borib turib suv taqaladi-ku. Suv taqalib turib chiqish yo'q, shu yerda bosim kuchayadi. Bosim ko'tarilgani hisobiga ko'p tomib qoladi. O'rtalarda bosim kam bo'ladi, kam tomadi. Deyarli 2 barobar kam tomib qoladi. Buni chiqish joylari ham bosim ko'p bo'ladi, bu yerlarda bu yerda ko'p tomadi. Shu muammo bo'laveradi-da. Xullas, deylik birinchi tomchi inventor bilan oxirgi inventorda farqi bor polibomu oddiy shilangida. Shunday. Agar kompensiriruющий qo'yiladigan bo'lsa, demak boshida ham oxirida ham bir xil bo'ladi. Bir xil. Masalan, deylik gidrantni ko'paytirsak, deylik 100 metrda emas 50 metrda qo'ysak ham farq qilishi mumkinmi? U farq qiladi. Baribir borku, davleniyani siz hamma joyga bir xil qilib bera olmaysiz-da. Har xil davleniya bo'ladi. O'shaning uchun kompensiriruющий qo'ygan ma'qul. Bu har 50 metrda bu rasxot ham ko'payib ketadi. Trassani o'zi qancha pul, uni kavla, kraynikchalar o'rnat ko'payib ketadi xarajat. Tinchlanadi. Va taqsimlovchi qo'yib berish kerak. Demak, o'sha 5 gektar bog'ingiz bo'ladigan bo'lsa, masalan, 5 gektar hammasi kapelniy qilmang, 2 gektarga qiling yoki 3 gektarga qiling, eng sifatli kapelniy qiling. Ikkitali shilangga qo'ymang, bittali shilangga qo'ying, lekin sifatli bo'lsa, endi talab shunaqa. Danayli va shunaqa gilos bog'lav uchun ikkitali shilangga bo'lish kerak, imkoniyatga qaraladi. Masalan, 2-3 yilda qo'yib yuborishingiz mumkin yoki bittali qo'yib turib sekin-sekin chiqishingiz mumkin bo'ladi. To'g'ri. Nima bo'lsa ham nima oddiysini qo'ymaslik kerak. Muammo kelib chiqaraveradi. 1 yilda 2 oy, 3 oydan keyin pushaymon bo'lasiz. Faqat shu kompensiriruющий. 2 qator bo'lmasa 1 qator qo'ying, 10 gektar bo'lmasa 5 gektar qo'ying, ana shunaqa. Oddiysi bo'lmaydi. Hozir O'zbekiston bo'yicha kompensiriruющий langlarni qaysi kompaniyaga o'zi tavsiya qilasiz? Biz shu xolis sifatida Urgazdan oldik, yaxshi chiqdi. Urgazni shilanglari yaxshi chiqyapti hozircha. Ularniki imetri shu Turkiya, Kipr davlatiniki ekan yaxshi. Xitoynikini olib kelib sinab ko'rdik, bitta nimadan, sotuvchidan. Xitoyda kompensiriruющий deb berdi. 30% ga farq qilib ketdi. Buni ham sinab ko'rdik, Urgazniki farq qilmadi. 3-4% bo'lmasa, uncha ko'p farq qilmadi. Bulardagi 30% shuning uchun Xitoydagi ham uncha
yaxshi emas. Demak, reklama emas. Hech qanaqa bir qaysidir korxonani yoki qaysidir tashkilotni oldinga surish emas. Shunchaki to'g'ri narsani mana Shunday. fermer akamiz o'zlari aytyaptilar. Hozircha O'zbekistonda menimcha endi Burgaz balki yaxshiroq. Ishlatib ko'ryaptilar. Demak, sizda Shunday. Praktikamizda shunday o'tdi. Burgazga yaxshi chiqyapti. Shunday. Bir ikkita O'zbekistonda ishlab chiqaruvchilardan oldik, to'g'risi og'zimiz kuydi. Bo'ldi endi korxona nomlari jabr taniqli korxonalar endi ularni. Men o'zim bilaman, taniyman. Menimcha ularni aytmay qo'yganimiz yaxshi. Yaxshi narsani aytamiz har doimgidek. Faqat shu taqsimlovchi olsin, kamroq olsin agar hisob kitobiga qarab. Bo'ldi. Rahmat.